Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Boshidan bitta boshqa. Ket. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ziyoratimiz hammamizga muborak, xayrli bo'lsin. Shunchalik Allohga ham sanolar bo'lsinki, bizda yaxshi kutib oldi, yaxshi xizmatlar bo'ldi. 50 boshlarimiz, xizmatchilarimiz nihoyatda a'lo daraja xizmatlar bo'ldi. 14 kunlik 12 kunlik shu umra sayohatida Centrum Holding kompaniyasi tomonidan bizga Madina-i Munavvaraga aziz payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilish nasib etdi. Ollariga borib salomladik, yetkizdik hammamiz. Bu yerga shahidlar qabristoniga, ko'p Uhud tog'lariga, ko'p joylarga ziyoratga olib bordilar. Bormagan joyimiz qolmadi. Mana Makkaga kelib Makkaga kelib Alloh uyini tafob qilib umralar qildik. Yana payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilib, Makkaga kelib umralar qilib, ko'p aziz joylarga bordik. Muzdalifa, Mino, ana haj qilayotgan joy, Arafat tog'lariga, qurbonlik qilayotgan joylar, ko'rmagan joyimiz qolmadi. Nihoyatda ta'sirotlar ko'p. Nihoyatda sayohatimiz, bu ziyoratimiz, umra amallarimiz Alloh ilohiy rozi bo'lsin. Allohdan biza rozi, bergan ne'matlardan rozimiz. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Nihoyatda chiroyli o'tdi. 50 boshimlarimiz, xizmatchilarimiz mana endi umra ziyoratimiz tugab, ertaga nasib etsa yo'lga chiqsak, bugun yana shunchalik bu Makkaga ziyofat tashkil qilib, mana Xurmo bog'iga ko'pchilik o'zbekistonlik hojilar, umraga kelgan ziyoratchilarga xizmat qilyaptilar. Iloyo bularni xizmatlardan Alloh rozi bo'lsin va barcha shu umra ziyoratiga kelganlarni bilmay qilgan xato kamchiliklarni kechirib, nurli, fayz barakotli, benuqson etib qilgan amallarimizni Alloh qabul qilsin va barchamizni yana takror umra ziyoratiga, hajlarga kelishga nasib etsin. Bizning sherga kelishimizga sababchi bo'lgan farzandlarimiz, yurtdoshlarimiz, iloyo ularni ham Alloh ikki dunyo baxt saodatga yetkazsin. Ular umrlari uzoq bo'lsin, vaqtlari xush bo'lsin. Kimnidir farzandi sabab, kimnidir bexosdan mana nasib chaqirgan uchun keldik. Qalbimiz Allohga bog'liq. Faqat Alloh uchun, Allohning roziligi uchun keldik. Bosgan qadamlarimiz qutlug' bo'lib, gunohlar afv bo'lib, savobli amallarimizga Alloh barakat bersin. Ilohiy hayotimiz halovatli, farovon, osoyishta bo'lib, o'ziga shukr qiluvchi solih va shokir bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Shunchalik bizga sharoit yaratib bergan boshliqlarimizga, kattakonlarga ilohiy Allohning rahmati yog'ilsin. Takror haj umra qilish sharofatiga barchamizni nasib etsin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va bil oxirati hasanatan va qina azaban nari adkhilna jannata ma abrori ya azizu ya g'affor ya robbil alamin. Allohumma ahsin oqibatina fil umuri kullika va ajrina min khizyid dunya va azabil oxira. Allohumma nasaluka fid dunya val oxira va nasaluka fid dunya va oxira. Nasaluka ilman nafian, amalan solihan, husnan jamilan va ibodatan komilatan va quvvatan qaviyatan. Hasbinallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'mal nasir. Ya doiman bila fanoyin, ya qoiman bila zavolin, ya mudabbiran bila vazirin. Sakhil alayna ala validina kullasir. Allahumma ihfazna ya fayyaz min jamil baloi va ramros. Va sallallohu ala xayr xalqihi va nuri arshihi afzalil anbiyo'i mursalina habibina va sayyidina va shafiina va mavlana Muhammadin va alihi ashabihi ajmain. Allohga ham sanolar, shukrnomalar, qudratiga qoyilnomalar bo'lsin. Aziz payg'ambarimizga, ahli baytlari, sahobalari, choriyonlari, tobiinlarga tinimsiz durud, salomlar, salovatlar bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimiz nomlaridan bizga aytayotgan salomini yetkur degan payg'ambarimiz ummatlari nomlaridan salomlarni yetkirdik. Inshaalloh payg'ambarimiz shafaatlariga barchamiz bahramand bo'ldik. Iloyo hajimiz muborak va qulluqli bo'lsin. Bizga xizmat qilgan 50 boshlar, mana shu yerdagi xizmatkorlarni
Alloh xizmatdan rozi bo'lsin. Ikki dunyosi obod bo'lsin. Barchamizga bu kun muborak, xayrli bo'lsin. Bir rahmatga alqamar rohimin.